Qanday qilib qoldingiz, yaxshilab qoldingizmi? Xeyli yaxshilab qoldim, doktor. Unalab qolsam, men izpagan dorini vaqt qaray deb 2 kunlik yatakdan chiqsangiz bo'ladimi? Osmon chiqib bo'lgan bugun chiqsam bo'lmasmi? Uyda erim yolg'iz, bolalarim taq kichik, osh tomoq etib turgan adam yo'q. Siz sog' salomat bo'lsangiz, ancha etib berasiz osh tomoqni. Gap anladingizmi? 2 kunga chiqsangiz bo'ldi. Yattığıma kesel köpsen. Ha? Ma Asmbek. Hoşik otamda. Ha? Ma yotqan köpde op bakmıken. Ödme açık eli vatama. Baladı mektep kapmamısan taqa, ekkenmisan taqa. Ha? Ya açtamak ediş tutmayma. Pek rahat mıken? Elim çigirif çıkın bol saqaymamsa. Pe ağrıp qalsam doktorxonaga operay deydigan gap yo'q, vaqiraysan qo. Ek geldim mana. Qanday qilsam bo'ladi? Shukun endi kelgansiz, men tuyimga. Keldim mana, kaga hisob. Chiqdimdoq ya. Doktor yana 2 kun yeting deydi. Doktor 2 kun yeting demda. Yeting deydi shu. Bunda xalq pulning ishi bormi ya da? Pul topadigan ya ma bu. Saxovat o'rnimiz tapovat o'rni. Yazsang yetaversa, pulni men topamayaqchan. Sen yotgan bilan. Pek xo'shlik o'tam nima yotgan ko'y bilan? Ha? Gap qila. Yan yatsang qo. Bana chiqdimiz achamning yerining dostorxonasi emas, menga. Hey, nima qilyapsan? Bo'shroq gap qila, bemor hisobotida. Kimsan? Odatda qalbga mening ovozim ching chiqadi. Qanda anam kichik vaqtimda kanay berib ekan menga. Xotinning eri men. Qanda xotin mening ashta ching gap qilma. Sen singlimning erimasan? Necha kun nima qilding? Birnima satdingmi bir yerda? Necha kun yozim qala. O'z xotin bo'lmagan ekan. Balani maktabga olib bordim, ekkeldim, tamoq etdim, uyning ishlarini qildim, ish qildim, keldim. Sen bir sotchima, ha? Men xotinning o'zilik zati bir yerda tamoq yemay. Birava qo'zib tamoq yeb yo'qlab qo'ysangmamda. Sen maksh oldingmi? Xotim saqaydimi, yo'qmi? Bu 2 kunlik qizmi seningdek osma. 2 kunlik osma desek saqayda. 2 kunlik deb 5 kun gapirsajnama. Xotim bilan mengib chiganman doktorxonaga yetib qopta. Sen doktormi yo sayatrachmi? Davolsan aqsan pulga davolasa sababi meni qayntam bo'lmagan ekan. Sen bir vaqtim pul to'lab baqdingmi doktorxonaga kelib? Ha? Ras bu doktor bu xotim chiroyli qo'ygan ekan pul olmabsizlar. Voynimdan yaxshi. Sendagi damni ko'tarmisin bu test qayda bo'yicha. Shu endi qanaqa kasal davolaysizlar? Doktorlarimizda qala yuqori qon besim, yurak sanjiqi, chigoyan, oshqozon yallig'i, har qaysi bolalar kasalliklari, sunuq, ichki bo'lim, tashqi bo'lim, ayollar ko'p ko'riladigan ayollar kasalliklari. Mushlarni qarta har qanday davolashni elib boramiz, qo'limizdan keladi. Ankin mayaning ko'lami 6000 pinpan qala. 150 odam ishlaydi, 20 kishi, 20 erkak. Ang kesbiy doktorlar vajima. O'rnimiz qala, Maralash Naya, O'rpadat ko'chasi 2-bino. Nurliq yo'ltuz doktorxonasi. Aloqa uslub nomeri ekan? 0998 62 81 120. Vaqti yozmas. Men xotin yaxshilab qaylay. Xotin. Yana 10 kun yetchama. Unda u maqsan qayda. Yo'qli bir. Menga